Qadimda bir dehqon bo'lgan ekan. U hayvonlarni boqib, dalada shuni orqasidan tirikchilik qilar edi. Uni farzandlari bor 3 ta va ayoli, qari onasi bor. Otasi vafot etgan. U farzandlarini boqaman deb o'zini o'qqa, cho'qqa urib, vaqti kelganda o'zi och ham qolar edi. Buni oilasiga bildirmasdan topgan tutganini oilasiga yedirar edi. Kunlar o'tib, hech ham uni hayotida o'zgarish bo'lmadi. Faqat kamchilik, yetishmovchilik, qiyinchilik. Qiynalib ketganidan oxiri Allohga shikoyat qildi. Dardini yorildi. Allohga duo qilib so'radi: "Yo Alloh, meni mana shu holatimdan olib chiq. Menga boylik bergin." Alloh unga javob berdi: "Ey bandam, seni duoyingni 3 narsada ijobat qilaman. Tanla. Birinchisi, so'ragan narsangni beraman. Ikkinchisi, qalbingga xotirjamlik kiritib, aybu nuqsonlaringni yuvib qo'yaman. Uchinchisi, oxiratda bundan-da zo'rini men senga beraman." Desa u banda nafsiga quloq solib, menga hozir berdi. Alloh unga so'ragan boylik ne'matlarini berdi va o'z holiga tashladi. U birdaniga boyib, bino uylarni solib, xullas kamchiliklari yo'g'ini hayot. Shunda farzandlari ham kattayishni boshladi. Ayoli ham noz-ne'matlandi, tilla-chaq taqinchoqlar taqib. Ana shunda hayot davomida bir nazar soldi oilasiga. Farzandlari zinodan bosh chiqmaydi. Uyga doim ichib keladi. Ayoli esa g'iybatlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan isrofgarchilik, xullas oilasida xotirjamlik yo'qoldi ular. Mana shu so'ragan boyligi unga juda ham qimmatga tushdi. Shunda Allohga yana u shikoyat qildi: "Yo Robbim, menga xotirjamlikni ber. Oilamga xotirjamlikni ber." Ana shunda Alloh: "Ey bandam, sen boylik so'raganding-ku. Mana berdim-ku senga, nima bo'ldi?" Desa u dehqon aytayaptiki: "Men sendan boylikni so'rab xato qilibman. Meni oilamda tinchlik buzildi. Xotirjamlik yo'q. Bolalarim gunoh ma'siyatga to'lib ketdi. Meni gapimga quloq solmaydi. Vaqti kelsa menga baqiradi. Hatto qo'l ko'tarishga ham bordi. Ayolim ham xuddi shunday. Onam vafot etdi. Kimga suyanib, kimga dardimni aytishni bilmay qoldim." Desa Alloh unga aytadi: "Ey bandam, sen mendan baraka so'ra va menga nima yomon bo'lsa shuni mendan olib qo'y, nima yaxshi bo'lsa shuni menga ber de, ana sen yutuqda bo'lasan." Desa u banda ana shunday duo qildi. Duo qildi-da, u yana ham qiyinchilikka tushdi. Birdaniga bankrot bo'lib, pullarni yo'qotib, uylarini yo'qotib, bolalari yana ana shu dehqonchilik ahvoliga tushib qoldi. Ana shunda zinoga, gunoh ma'siyatga, aroq ichishga, xotinini tilla taqinchoqlarga, atrofga chiqib g'iybat qilishga vaqti yo'q, sharoiti ham yo'q. Ana shunda ular harakat qila boshlashdi. O'zlari mehnati bilan, harakati bilan ana shu boylikka erishganidan keyin
oilasida xotirjamlik boshlaydi. Hamma narsani mehnat orqasidan kelgani shirin bo'ladi. Hamma narsani mehnat orqasidan topilgani qadrliroq bo'ladi. Allohdan boylik ber deb emas, balki xotirjamlik ber. Baraka ber. Qachon va qayerda berishni o'zing bilasan. Yomonliklarni mendan yiroq qil, yaxshilikni o'zing vaqti soati kelganda ber deb so'rash kerak.